To'y qilish borasida yoki kasb tanlash borasida ota-onani orzusi boshqa bo'ladi, farzand orzusi boshqa bo'ladi. Farzandi orzusi haqiqiy haligi solihlikka tushadi, lekin ota-onaniki tushmaydi. O'sha vaqtida deylik, bir yigit uylanmoqchilik masalasida olaylik. Uylanmoqchi, to'yni ota-onani moddiy imkoniyati bilan qiladi, o'zini imkoniyati yetmaydi. Yoshi o'tib ketyapti. Lekin to'yni meni standartlarimga mos tarzda qilasan deyapti. Atrofda ko'p endi bunaqalar. Shunda farzand nima qilish kerak? O'zi topib kechroq bo'lsa ham uylanish kerakmi yoki o'sha standartga ko'nish kerakmi? Ota-ona ham albatta itoat qilinadigan zot, lekin uni ham chegarasi bor. Ota-onaga itoat dunyoviy masalalarda itoat qilinadi. Aqidaviy, diniy masala bo'lmagan boralarda, xususlarda itoat qilinadi, ularga hurmat ko'rsatib, itoat qilinadi emas, hatto hurmat qilinadi. Ularga yaxshilik qilinadi. Qilinishi joiz emas, vojib. Shunga o'xshash ota-ona masalasida ham ota-onani qilayotgan ishi qaralish kerak. Agar u diniy ma'nodagi o'sha talablari bo'lsa, bolaga qo'yayotgan talabi diniy ma'noda talab bo'lsa, unda itoat qilinmaydi. Bu umumiy ma'noda aytyapmiz. Lekin shunda ham ota-onaga qo'pol muomala qilinmaydi.